Iya, mulla Xolmatjon. Voy buva, nechinchi farzandingiz? 11-si. O, kenjatoy ekanda. Hozircha Xolmatjon. Xirmonga baraka. Rahmat. Yo'l bo'lsin boy buva. Bu kishini akalarga desiz, uy olg'ani ketayotgan edik. Uy? Boy ota hozircha uy olmang. Uylar hali arzon bo'lib ketadi. Hammasiga seni dadang aybdor. Meni otam akalarimga quvla olaman deb yo'lga otlanganda seni dadang fikridan qaytargan edi. Mana, haligacha akalarim bilan bitta uyda tiqilib yashayapman. Qachon ko'chamiz? O'chir ovozingni. Uy qancha qimmat bo'lib ketganini bilasanmi? Battar bo'ling. Haligacha akalarim bilan turibman mana. Bugun borib olish kerak. Bugunoq. Uzi hatto Nega? Avropadan dom degan narsa kirib kelyapti. Nima bu? Dom uydi ustiga uy qurilaymish. Uydi ustiga uy qurilaymish. Yopra. Shunaqa ko'p qurib tashlaydi, haddan tashqari ortib qoladi. Keyin bitta qo'zing sotib uy olib olasan. Xotin bitta choy damla. Hozir zahardan nima ichasiz? O'shanga limon bilan quruq choy qo'shib ol, zo'r bo'ladi. Avval uy oling, keyin choy damlayman. Uy. Sen gapirma menga. Seni umuman eshitmayman. Ya to'xtamay qara. O'yinni oldin. O'yinda tug'ardi, to'g'rimi? To'g'ri. Hozirga kelib 5 ta tug'yapti, to'g'rimi? To'g'ri. Kelajakda standart bir xil, bitta o'g'il, bitta qiz. Tamom. Uyning narxi tushib ketadi. O'sha paytda olasan. Uyi narxi ana tushadi, mana tushadi, mana tushadi. Olamiz. Ko'rib turganingizdek, yildan yilga uylarning narxi ko'tarilyaptiki, lekin aslo tushayotgani yo'q. 100% to'lovdan tashqari boshlangich to'lov 84 million to'lab, qolgan qismini 36 oy davomida bo'lib to'lab berishingiz mumkin. Menga ma'qul. Bo'ldi, olaman. Xo'p bo'ladi. Uy olisham nasib qildi. Endi bunda yashasham nasib qilsin. Voy bela. Uni qarang, ochmaydi deyishdi. Ha, kuyov? Ishdan vaqtli kelibsizmi? Qaydan bilasizmi men qachon kelishimni? Qizim aytganda, o'shaning uchun bilaman. Ochmayaptimi? Ochsa kiraydim-da, ochmayapti-da o'sha. Ha, endi meni qizim sizni kelishingizga pardoz-andoz qilayotgandir-da. Kalitim borada aytgancha. Ana. Hey, o'l sharmanda. Assalomu alaykum onajon. Qaynonajon, siz aytgan pardoz-andoz shumi? Ha, bu qiziz Janatuldan maza qilib video ko'ryaptilar-ku. Qaydan bilasiz? Bu Janatul degan ilova ekran o'chib bo'lsa ham ishlayveradi. Bitta emas, hamma ayollar shunaqa qiladi. Ertaga kech uyda zerikib o'tirsa, serial ko'radi-da. Eri kelishiga 10 minut qolganda ovqat qilishni boshlaydi. Eriga charchadim deb bahona qiladi. Mana masalan, qo'shnim. Hali to'yimiz bo'lganiga qancha bo'ldi? Sen qayerdan o'rganing shuncha narsani? Nima menga unaqa qaraysan? Voy, soatdan vaqt bo'lib qopti. Qaynotangiz kelishiga 10 minut qopti. Ulguray. Ey, qizim, ulgurmasak ham ovqat qilishga. Kartoshkani olib turdim. Kelinlar, kelinlar, kelinlar. Qaynona ham bir ona. Aka, sizga qo'lqop chiqaymi? Ha, opke. Sangachi? Bu ham akang, men ham akang. Nima buni sansiraysan? Endi siz ancha kattasiz. Bu 2 yoshmi, 3 yoshmi kattada? Sizlar razilsasi necha yosh bo'lish kerak? Ayni 7 yoshmi, 8 yoshmi? Mayli, men qo'lqop olib kelay. Aka, shokolad olib bering. Ol. Menga qara, sana nimadir olib ber. Men pulim yo'q-ku. Ko'rding nima uchun men seni sansirayman? Ya pulim bo'lmasa bitimni olib beraymi? Ovqat qilma. Nimaga? Qadr Fooddan dastlabki zakaz qildim. Somsa deysanmi, turli xil biftek, to'q do'lma, karam do'lma, hamma narsa. Men siz uchun ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Agar meni ham sizlasang, mana shu seniki. Aka, o'zi men sizni kichiknaligimdan sizlamoqchi edim, lekin o'ziga yaqin bo'lgan odamlarni sansiraydi-ku. Bo'ldi, men sizni bugundan boshlab sizlab boshlayman. Ichidagi telefon qani? Mana senga dedim, ichida 16 bor demadim. Qarab turdi. Cho'l bo'lganidan keyin navaralar yonida sansirayman seni.